Assalomu alaykum hammaga. Ismim Shirin Toshirova, Ixlos Nuri jamoat fondi media xodimiman. Bugun Perfect universiteti bilan birgalikda hamkorligimizni boshladik va universitet binosiga mana shunday ehson bokslarini joylashtirdik. Ixlos Nuri jamoat fondining asosiy maqsadi nima va qanday jarayonlarni amalga oshirib kelmoqda? Ixlos Nuri jamoat fondi 10-yanvarda tashkil topgan xayriya tashkiloti bo'lib, kam ta'minlangan oilalarning 16 yoshgacha bo'lgan farzandlarini jarrohlik amaliyotlarini o'tkazishga yordam berishni maqsad qilgan loyiha. Shu paytgacha bir qancha bemor farzandlari bor oilalar bizga murojaat qilishdi va bir qancha kompaniyalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishga ulgurdik. Ehson qilinayotgan pullarning shaffofligini va o'z egalariga yetib borayotganligini biz qayerlardan bilib olishimiz mumkin? Bizning jamoamizda har bitta amalga oshirilgan jarrohlik amaliyotlarini hisobotini davomiy tarzda olib boradi va ushbu hisobotlarni bizning ijtimoiy tarmoq sahifalarimizda va maxsus saytimizda kuzatib borishingiz mumkin. Nega aynan Tashkent Perfect University'ni tanladingiz? Hozirgi kunda yoshlar juda ham ko'p sohalarda o'zlarining tashabbuslarini ilg'or surishyapti va Perfect universiteti bilan gaplashganimizda shu narsani sezdikki, aynan qadriyatli juda ham bir-biriga mos keladi va undan tashqari aynan yoshlarni oltin keyingi avlodga yordam berishga ruhlantirish maqsadida ham hamkorlikni yo'lga qo'ydik. Shu fursatdan foydalanib universitet rahbariyatiga va talabalarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sizni qo'shgan kichkina hissangiz tufayli ham bitta kichkina bolani hayotini saqlab qolishingiz mumkin. Shu fursatdan foydalanib universitet rahbariyati va talabalarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sizni qo'shgan kichkina hissangiz tufayli biz kichkina hayotlarni, ya'ni bolalarning hayotlarini saqlab qolishimiz mumkin. Yaxshilik qiling, zero katta yurak kichik bir hayotni saqlab qolishi mumkin.